istisqo bilan hayit namozi she'rda o'qardilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob sal aqqa bordilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bu yerga keldilar. Endi mana bu bozorda bir voqea bo'ldi. Bu voqea, buni sanadi Imom Ahmad ibn Hanbal musnadlarida keltirganlar. Bir odam bor edi, Zahir ismi, Zahir bin Haram ismi edi, ota. Zahir bin Haram kana zamiman fil xalqi degan. Zamim degani badsurat edilar. Ko'rgan odam jirkinardi. Buni jirkinardi. Bu odam Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamning oldilariga qachon kelsalar hadiya bilan kelardi. Hech vaqt behadiya kelmaganlar. Va Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam bu odamni o'ta yaxshi ko'rardi. Bir kuni shu bozordalar. Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam shu bozorda zohir sotib turibdi. Sotyapti. Sotayotganda Rasuli Akram mana sotyaptilar, misol. Orqalaridan shunday keldilar. Kelib turib shuni quchoqladi. Kim sotib oladi? Kim sotib oladi? Kim sotib oladi? Birdan da var xato bo'lib orqalariga qarasalar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ushlab turib shunday qilib ishqalanaverdilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ishqalandilar. Ishqalanganlaridan keyin turib aytdilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni sotib olgan odam ziyonga kiradi. Chunki kimdir bunday doğan bir holatdaydi. Meni kim sotib olardi ya Rasululloh? Sotib olgan odam ziyonga kiradi." Aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Sizni Alloh sotib olgan. Sizni Alloh sotib olgan." Ki qarangki, birinchi sahobiylar Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam kelib turib bu kishi bilan hazillashadilar. Umuman Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam hazillashmas edilar. Kulardilar, tabassum qilardilar. Lekin bunaqa hazilda hammani oldilaridan kelib orqalaridan quchoqlab olib, kim sotib oladi, kim sotib oladi degan bu hazil. Sahobalar hammalari qarashib qolishdi. Ko'rsatdilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Qancha muhabbatlari bor. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam endi biz Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni hali ko'plarda eshitamiz. Men Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni shunda ko'rdim. Men shunda ko'rdim Rasul akram sallallohu alayhi vasallam keldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunda keldilar deb qancha faqirlar. Xo'p. Ko'rgan odamni Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan odamni bunday bir tekshirib ko'rsangiz